chichayib deyman, mana shu gapdan uyatmayman ukalar, chichayib yurib, hozir chichayib deganligimga sabablarini aytib beraman. Islomdan biron narsani bilmaydi. Tahoratda nechta farzi bor, nechta sunnat bor desa bilmaydi. Futbolistlarda hammasini atini biladi. Haligi Gucci deymizmi, Dolce Gabbana deymizmi, Calvin Klein deymizmi, hammasini biladi. Adidas, Reebok qayerda diskont kiyimlar, yaxshi brendoviy kiyimlar sotilishligini biladi. Kontaktida chiroyli gaplashishlikni biladi. Lekin Payg'ambar alayhisolatu vassalam qachon tug'ilgan, qachon o'lgan, ayollarining ismlari, qizlarining ismlari, farzandlarining ismlari desa, foizi keladi shukalarda. Alloh taolo qiyomatda jon uzilishligi bilan qabrda birinchi so'raydigani seni Robbing kim deb so'raydi. Robbisini kimligini bilmaydigan ukalarimiz ko'p. Ikkinchi savolni beradi. Seni dining nima deydi? Dinida o'zi opredilyatsiya qilib olmagan, hayotida o'zi kimligini opredilyatsiya qilib olmagan ukalar dinini qaysiligini islom deydi. Lekin buni ustunlari, buni arkonlari, buni asnovalari, buni pravilalarini bilmaslik. Va uchinchisi seni payg'ambaring bo'lgan Muhammad haqida nima deya olasan? Muhammad kim deydi? Muhammadni shu prorok deyishardi, payg'ambar deyishardi. No, в принципе, я не знаю этого человека deyishlikdan boshqa hech narsa bor. Mana shu qabrda 3 ta savol berilgandan keyin shu 3 ta savoldan keyin mana shu odamni dalishi shu qabrda yotishligi ya'ni aniqlanadi. Mana shu 3 ta savol javobni berib bo'lgandan keyin uni yotadigan joyi keng bo'ladi, xotirjam bo'ladi, azoblanmaydi. Alloh taolo uni jannatdagi bir darchani ochib qo'yadi, shu yerini tomosha qilib yotadi. Lekin aks holda buni aksinchasiga uchalasiga ham javob bera olmaydigan bo'lsa, qabr qisadi, qovurg'alar bir-birlariga kirib ketadigan darajada qisadi. Chayonlar, ilonlar chaqishni boshlaydi. Ana shu yerda jirkanch, sassiq, badbo'y narsalar to'lib ketadi. Hozir aytadigan bo'lsam, hammalarda apetitlar bo'ladi. Bu yerda menda aytay ukalar, islom kimdir emas, mana shu yerda ko'pchiligimiz, pashti hammasi faqat yo 10 ga kirgan yo 11 ga kirgan Rossiyada mana shu yerda tug'ilgan bo'lsa tug'ildiki, lekin qolganlar hammasi o'zimiz tarafda tug'ilganlar. To'g'rimi? Ota-onalarimiz alhamdulillah yaxshi niyat qilib, kestirib, sunnat qildirib, el yurtga osh berib, musulmon bo'ldi. Mana meni musulmon, meni bolam deb domlalar chaqirib, ehsonlarni qildirib, to'ylarni qilgan hammamiz ota-onalarimiz. Hamma shu yerga keldiki, bu yerga keldi. Go'yoki Alloh qoldi Jallovatda yoki Qirg'izistonda yoki O'zbekistonda qoldi Alloh. Alloh Jallovatda edi, Qirg'izistonda edi yo O'zbekistonda edi Alloh. Rossiyada yo'q Alloh. Nimani xohlasang ashini qilaver. Nimani yesang ashini yeyaver, nimani ichsang ashini ichaver. Bu yerda Alloh ko'rmaydi. Zino qilganingni oldiga